Yo'q, hech bo'lmasa mayitga mebelni oldinglarmi? Siz topgan joy rosa qimmat ekanda. O'shaning uchun xuddi shunaqasidan faqat boshqa joydan gaplashibdi. Ish qilib xohlagan ishinglarni qilyapsizlar. Qo'yib ketgan pardanglar ham bir uyga umuman tushmagan. Arzon narsa bo'yotibdi. Shu narsalar bizani baxtli qilib qo'yadimi? To'g'ri, u narsani aloqasi yo'q, lekin qilayotgan narsanglar menga umuman yoqayotgani yo'q. Balki shu yerda to'xtatarmiz. 15-da to'yga o'tarsan, og'ayni. Tabriklayman og'ayni. Sen ham qaynota olib bergan mebelada mazza qilib yotar ekansan-da. Nima deyapsan? Adiyaligacha o'zim qo'yaman-ku. Rosti. O'zing qo'ysan. Ha, aytgancha hozir vaqtingmi? Nima? U bu xizmat bormi? Narsalarni tayyorlab qo'yishgan. Shunda borib olib kelish kerak. Mayli, ketdik. Yur, o'tib kelamiz sizga. Mana og'ayni, men senga aytgan joyim. To'yimni hamma kam ko'stum masjiddan bitdi. Zo'r ekan, hamma narsasi bor ekan, ha? Ha, og'ayni, ayollarni shunda o'zini qo'yaverasan, sen pul to'lashga kelasan. Yana nimalari bor? Mana og'ayni ichkariga kirgan, hamma narsa bor. Anu yotadigan matrasindan tortib joy namozlarigacha bor. Men bu yo'llarni yaxshi bilmayman. Qanaqa topsam bo'ladi bu yo'lni? O'zi Chirchiqda joylashgan. Go'r parkdan kelsan ham Dehqon bozori to'g'risida. Navoiydan kelsan ham Dehqon bozori to'g'risida. Kelasan, ishingni bitirib ketasan. Bo'ldi og'ayni, to'yimda kelaman xudo xolasi.